Qizlar esa, qizlar. Shu yerdamisizlar? Davrlaring keldi qizlar. Endi shoshilmanglar, xo'pmi qizlar? Bemalol o'qishlarni bitirib, diplomlarni olib, o'zlaringdan 10 yosh kichkina dadasi o'tmagan bolalarga tegib olasizlar, xo'pmi? Endi qizlarimizning davri keldi. Ayib o'zimizda, o'g'il bo'lsin, o'g'il tug'masa meni kim boqadi, o'g'lim bo'lmasa ertaga bo'lmaydi, ertaga darsni davom etish kerak, bo'lmasa ajrashaman, boshqasiga uylanaman. Mana ahvol. Biz o'zbek ajoyib xalqda ketma-ket 3-4 ta o'g'il tug'iladi-yu, любой payt tug'ilishni to'xtatish mumkin. Lekin ketma-ket qiz tug'sin, bechora xotin. O'g'il tuqquncha tug'diradi-ya. Katta qizi bilan raddomda yotibdi. Nevaralari keladi ko'rgani. Bu jon tog'am tug'ilmadimi? Kutib turaylik-chi, tog'aymi, xolaymi hali ko'ramizda. Yana qizlarga irim qilib ism qo'yishadi, keyingisi o'g'il bo'lsin deb. Qiz bolaning ismini qarang, O'g'ilay. U O'g'ilaydan keyin ham 3 ta qizi bor-da. Qoraqalpoqlarda ham bor ekan, ul bo'lsin. O'g'il bo'lsin degan ekan. Ana endi o'g'il bolalarga ism qo'yasizlar endi. Qistoy. Qoraqalpoqlarda suluv bo'lsin. Chunki yetmayapti qizlar. Oldin onalarimiz aytardi mana o'g'li borlar. Voy o'g'limga qiz qidirib kavushim yirtildi. Hech ham qiz qidirganingiz uchun kavushingiz yirtilmagan, qiz tanlaganingiz uchun yirtilgan. Bo'yi uzun bo'lsin, chiroyli bo'lsin, qosh ko'zi qora bo'lsin, hamshira bo'lsin, o'qigan bo'lsin, pazanda bo'lsin. Bitta qiz bolaga shuncha xislat kam emasmidi? Ana endi borini olasiz. Bersa olasiz. Qizi borlar. Shu yerdamisizlar? Bizi zamonimiz keldi. Endi unaqa oldingidaqa qudaligi, nima deydi, hali sovchilarni dasturxon solib, bezatib kutib olish shart emas. 2 ta stakan bilan bitta bezgaz suv qo'yib qo'yinglar, bo'ladi. O'zi tugun qilib kelsin kerak bo'lsa. Qizi borda, nozi bor degan maqol ana endi ishlaydi. Voy, oldin dasturxon solib, usta bodom qo'yib o'zi yemaganini. Qizini maqtab o'tirardi bechoralar. Qizim ostona xatlab ko'chaga chiqmagan. 10 ta gapirsangiz, bitta gapirib turjayib turadi. Instagram, Telegramga kirmaydi. Ostona xatlab ko'chaga chiqmaydi. Endi shart emas. Onajonlar, mana qizim. Ko'chadan kirmaydi. Qo'lidan telefon tushmaydi. Bitta gapirsang, betingni yulib oladi mana ahvol. 11 gacha uxlaydi. Siz yigit onasi ham boshqa iloji yo'q-da. Rosa mana shunaqasini qidirdim men. Rosa men bopakamman shu qiz. Menga bering shuni, o'g'lim ham aytdi-da, shunaqasidan topib keling dedi. Meni o'g'limchi rosa pazanda. Mana erkak kishining ishi, mana ayol kishining ishi deb o'tirmaydi. Voy chokirasa tekis. Mana kiyimga yamoq solsa yamalgani bilinmaydi. Meni ham qizim kir yuvsa yuvilgani bilinmaydi. Rosa men bopakanda bering menga shuni. Meni o'g'lim esli, xushli, odobli. O'g'lingiz shunchalik bo'lsa, biznikiga olib kelib qo'ying. G'alati-da, voy nimasi g'alati? Bojalari bilan yuraveradi. Bojalari bilan inoq bo'lsa, uy-joy talashmasa, ro'zg'orimni alohida qilaman desa yuraveradi, peshonusda. Oxiri shu holiga kelyapti-da. Shu holga kelyapti. O'zimizda ayib. Mana ko'rasizlar, agar mana shu tug'ilish shu tempda agar davom etadigan bo'lsa, 5 yildan keyin o'g'il bola hech kimga kerak bo'lmay qoladi. Hamma qiz ko'rish to'xlab qoladi. Raddomda oldi turibdi, xudo ish qilib qiz bo'lib qolsinlar. Xudo bitta qizli bo'lib qolaydi. Xotin! Nima bo'ldi? O'g'il! Nima? Yana o'g'ilmi? O'g'il tug'irasanmi?
bitta qiz tug'bersang o'lasanmi? Yana o'g'ilma. Uyimda parishta yo'q, sarishta yo'q, baraka topkur. To'pligimiz zo'rg'a kiyib chiqdim topib. Hamma yo'qni qop-qora bola qilvarding-ku. Ertaga bularga qaytdan xotin topib beraman men. Bitta qiz tug'bersang o'lasanmi? Bitta qiz tug'bersang o'lasanmi? Desa bu yoqda erkaklar buni ovutyapti. Birodar, nolamang. O'g'il bola ham bola. Tirnoq qazorlar bor, birodar. Xudo kimgadir o'g'il, kimgadir qiz beradi. Ertaga ko'rasiz, kelinlaringiz qizingizdek bo'ladi. Yana bitta qizim bo'lsin degandim-da aka. Ertaga o'lsam kim yig'laydi aka? O'lganingizdan keyin nima farqi bor? Biro yig'laydi. O'lgan bo'lasiz-ku baribir. Men bitta qizim bo'lsin degandim-da aka. O'zingizda nima aka? Menda qiz. Voy, qanday baxtlisiz aka. Yuqsin iloyim. Aka, mana shu qiz bo'lish uchun nima qilish kerak, ha? Endi qiz bo'lish uchun zaxta